operatsiya juda ham og'riqli o'tdi, lekin qiyin bo'lgan. Oson bo'lmagan. История Behruza. Подопечному возможно все. Men operatsiya bo'lganimga 4 yil bo'ladi. 2020-yil 15-mayda Hindistonda operatsiya bo'ldim. Pochka operatsiyaga, pochka qurgan. Hojatga chiqolmasdim. Dializ bilan bo'lardi. Men o'ylaganman, yashayman bo'ldi deb o'ylaganman. Lekin unday bo'lmagan. Menga operatsiyadan oldin hech qanday mevalar mumkin emas edi. Men dietada edim. Hozir hamma mahsulot mumkin. Faqat gaz insulin mumkin emas. Ancha jismoniy ham ulg'aydim. Men operatsiyadan keyin juda ham tez o'sishni boshladim. Ancha tetik ham bo'ldim. To'g'ri ichib yurayman oxirigacha. Hozir hammasi yaxshi, lekin hammasi yaxshilikka mayli. Vazn bo'lishi Всё birlashmasini Instagram platformasidan izlab topdik. Biz ularga murojaat qildik. Ular bizga javob berdi va bizga yordam berdi. Xuddi o'zimga o'xshagan bolani ko'rib qolsam, menga birinchi bo'lib tushkunlikka tushma. Men ham shu yerdan o'tdimmi, albatta sen ham o'tasan. Menga yordam berdilar, albatta senga ham yordam beradilar. Faqat ishonsang bo'ldi degan bo'lardim. Davolanayotgan bolalarga aytamanki, albatta uning imkoni bor. Hech qachon taslim bo'lmanglar.